Shoshiling! Gaz va svetga limit yangilandi. 2025 yil uchun gaz va elektr energiyasi limitlarida muhim o'zgarishlar ro'y berdi. Bu video orqali yangi limitlar, ularning aholi va tadbirkorlikka ta'siri haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. E'tiborli bo'ling, yangi tartiblar qaysi sanada kuchga kiradi va nima o'zgarishlarga tayyor bo'lish kerak. Videoni oxirigacha ko'ring va o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Barcha sanoat korxonalari elektr va gaz o'rnatilgan limit oshib ketsa, to'lov 2 karra ko'p undirilayotganidan norozi bo'layapti. Sanoatimiz o'sishiga ta'sir qiladigan bunday cheklovlar qisqartiriladi. Endi elektr va gaz iste'moli limitidan 20% gacha oshib ketsa ham bazaviy tarif saqlab qolinadi. Agar iste'molchi 20% dan o'tib ketsa, oshgan qismiga to'lov 20% ga qimmatlashadi. Ana shu 20 dan oshib ketib, yana oshsalaring, bu endi adolatsizlik bo'ladi. Shuning uchun men o'ylayman, insofdan bo'ladi, oshmasdan bazaviy tarifda ishlashga o'rgansak, 20% ga qimmatlashtirmaydi. Keyin yana bitta narsa-da, bizda ham bunaqa narsa. Bu hamma sohada shunaqa, bizanikilar shug'ullansa shunaqa, mana bu sohani rivojlantirish uchun bizga pul kerak, shuning uchun narxini ko'tar deydi. Elektr energiyada qo'shimcha quvvatlar qilishimiz kerak, boshqa qilishimiz kerak, o'shaning narxini oshirdik deydi. Endi tasavvur qiling, bir mana Coca-Cola firmasi bor, unga iste'mol ko'paydi. Tasavvur qiling, mana oldin bitta kola ichardik, endi ikkita kola ichishni boshlasak, zavod kuchi yetmayapti. U narxni oshirib zavod qurmaydi-yu, oldin o'zini yonidan pul xarajat qiladi, zavod quradi-da, keyin u zavod o'zini 5 yildan 10 yilda oqlaydi, u umid qiladi. Men deydi, mana deydi, iste'molchilar ko'paygani hisobiga hozir o'zimni yonimdan pul sarflay deydi, keyin ulardan olaman deydi. Yo'q, bizda hozir biz elektr energiyasini ko'paytirishimiz kerak, liniyalarni to'g'irlashimiz kerak, podstansiyalarni, stansiyalarni to'g'irlashimiz kerak. Shuning uchun narx oshirmasa bo'lmaydi. Gapirishni o'rgandi deputatlar. Nima uchun o'sha paytda chiqdi-ku, yana hozir yana shunaqa bo'lyaptiki, qandaydir sukunat davrimi, sokinlikmi yoki umuman tushunarsiz holat. Mediada ham aynan deputatlar faoliyati bo'yicha ham nimaga qolganlar chiqmadi? Raslik ham tajribasi ko'proq. Qolganlar bilmadimi? Men qattiq ishonganman. Qolganlar ishonmagan bo'lishi mumkin. Ya'ni men demokratiyaga, O'zbekistonda o'zgarishlar bo'layotganiga qattiq ishonganman va oxirgi momentgacha ishonib kelganman. Gap kimni qanchalik shu narsalarga ishonishida bo'lsa kerak. Va shu ishonch menga doimiy ruh bergan, doimiy o'sha olg'a harakat qilish, boshqaga intiltirgan. Orada chiqardi, kallang ketadi, sen bu narsalarga ishonma, sahnada boshqa gap, orqada boshqa gaplar bo'ladi, unaqa yo'q bo'lib ketasan, boshqa deganda ham bo'lmagan gap. Men shu ketayotgan islohotlarga, shuni haqqoniyligi va shunday ortga qaytmasligingizga men ishonaman deganman va oxirigacha shu ishonib kelganman. Endi qolgan, mening fikrim bu shaxsan, qolganlar balki bir xil ishonmagandir. Hamkasblar haqida deydi bir ulardan xulosa chiqarish qiyin, lekin meni bitta fikrim shuki, menimcha biz to'g'ri nomzodlar basmizda u yerda o'tirishga. Asosiy shu, ya'ni o'sha yerda kuch borligini bilmaymiz yoki bilsa ham uni ishlatishga jur'atimiz yo'q odamlar o'tiribdi u yerda. Biz shunaqa nomzodlarmiz, ya'ni munosib basmizda. Agar munosib bo'lganimizda o'sha kuchni ishlatadi, aytadi-ku, ana super kuch bilan super mas'uliyat keladi deydi. Mana shu super mas'uliyatni ham qabul qilishga odamda o'zida ishonch bo'lishi kerak. Balki ana shu super mas'uliyatni qabul qilishdan qo'rqar o'tirganlar. Oyda 50 ming to'lardim. Hozircha 180 minglarga to'g'ri keladi. 1,5 barobar ko'paygan. Yaxshi emas. Oyliklar oshgan sari narxlar ham oshyapti. Bu ko'p hollarda xalq bunga qiynaladi. Oldin shu oyiga 100 ming to'lanadi. Hozir 150 ming, 180 kizlar bor. Yaxshi emas, yomon. Arzonroq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Hammani har xil sharoiti bo'ladi. Bir xil to'la oladi, bir xil to'la olmaydi. O'shalarga qiyin bo'lib qoladi. Oyiga 30 ming to'lardim-da har zamon. Bu birinchi apreldan yana narx ko'tariladi. Endi narxlar ko'tarilishi o'zi hozirgi narxi ham balandroq.
kilovatiga 250 so'm edi. Endi bilmadim qancha yana ko'tariladi. Yana limitlik u limitlarni olib tashlash kerak menimcha. Xalqqa u yoqmaydi-ku, yana ko'tarsa narxi. Yana tem bo'ldi 200 kilovat limit oyiga. Oldin yaxshi to'lardim, hozir juda ko'p to'layapman lekin. Bu o'tgan oyda bir 3 million to'ladim gazni o'ziga. Nima qilamiz? Yashaymiz-da, boshqa ilojimiz yo'q. 1 million 200 1,5 millionga borib qo'yapti o'sha gaz, bitta gazni o'zi. Hali elektr bor, suv bor, naliklar bor. Ularni to'lash o'zimizda. Nogiron bolalarim bor meni. Oldinlari har holda 50 ming, 60 ming svetga ketardi oyiga. Gazga где-то bir 700 ming ketardi astoydil ishlatsangiz. Bilmadim, men endi har holda bolalarim bor, 2,5 million, 2 million 700 to'lab turibmiz hozircha, lekin bu qizlari borlar, boshqasi borlar, bu ko'tarilargan rostdan. Unda endi chatoq. Unda chatoq. Daromad topib turganligi bilinmaydi, lekin oylikka yashayotgan odamlarga bu juda og'ir. Oldin misol uchun oyiga bir 50 ming to'lagan bo'lsam, hozir 100 ming to'layapman. Hozir 100 mingdan oshiq. Ayniqsa limit degan masalasi menimcha hammani qiynayotgan bo'lsa kerak, menimcha shu muammo. Munosabatimiz yomon kanishda. Davlat ishida oddiy oylikka ishlaydigan odamga bu topganini yo yeb ichish kerak, yo kiyinish kerak, yo bolalarni o'qitish kerak, yo bo'lmasa kommunal to'lash kerak-da, boshqa iloj yo'q. Bittasini tanlash kerak shu. Xo'sh, sizchi? Oldin qancha to'layotgan edingiz-u, hozir qancha to'layapsiz? Izohlarda yozib qoldiring. Svet bilan gazga oldingi va hozirgi to'lovlaringizda farq sezilyaptimi va bilasiz, bu narx 1-apreldan yana oshadi. Shunga munosabatingiz? Oshiraverishsan. Baraka topganlar nima deysan endi boshqa? Ezganda xalqqa ezatdi, boshqa kimga qo'ydi? Esimda yo'q. Oldin taxminan oyiga bir 400 ming 500 ming to'layotgan bo'lsa, hozir gazni o'ziga 1,5 million to'layapmiz. Svetga ham 500 ming 600 ming to'layapmiz shu oy qish mavsumida. Oldin kamroq edi, nisbatan kamroq edi. Va siz 1-apreldan yana oshadi. Bunga munosabatingiz qanaqa? Yana ham mana xiyroq bo'ladi-da. 1-aprelda ko'tarilyapti, yo'q, ko'tarilyapti. Yana oshadi narxi. Xalqqa azobda yana. Nima bo'ladi? Boshqa. Oldin gazga где-то bir 300 ming to'lardim. Hozir 1 million 800 ming to'layapman. Shu qimmat juda ham. Va 1-apreldan yana oshadi. Bunga munosabatingiz? Yomon, juda ham yomon. Oldin 300 ming 400 ming to'layaptim, hozir 1 milliondan oshiq. 1 million kamida. Yomon munosabat. Kim oshganini xohlaydi? Yaxshi emas. O'zi 3 dan biri 4 million 5 million oylik olamiz. 1 million hozir 1 million to'layotgan bo'lsa, keyin nima bo'ladi keyin? Yana oshsa. Gaz bo'ladimi? Qanaqa boylik bo'lsa, bu hammasi xalqniki. Davlatda turgan amaldorlar buni hisobini xalqqa berish kerak. Shuning uchun men aytmoqchimanki, energetika vazirligi hozir matbuot kotibi ham aytyaptilar, qilishimiz kerak deyapti, domla aytyaptilar Rustam aka. Reja qilyapmiz, bo'lyapti, o'rganyapmiz. Bu narsa bilan bo'lmaydi. 33 yil, 34 yil bo'ldi mustaqilligimizga-da. Endi men aytmoqchi bo'lganim, mana Islombek aka ham o'zi qo'shimcha qilish kerak. Siyosiy iroda qilib, haqiqatdan kimlar bilan qanaqa shartnomani birinchi o'rinda xalqqa ko'rsatib berish kerak. Ikkinchidan, mana shu narsani agar ayta olmayapsizlarmi, bo'shatib qo'yish kerak bu. Bo'shatib ishlaydigan, amallaydigan odamlar qo'yish kerak. Kerak emas bunaqa qilyapmiz, qilmoqchimiz, qilish kerak, o'ylayapmiz, dasturxonni sanayapmiz, u kerak emas domla. Biz ham domlamiz. Men o'zi doktorman. Men tibbiyot fanlari doktoriman. Men 20 yillik stajim bor. 4 million so'm oylik olaman. 4 million. 5 ta bolam bor. To'g'risida. Endi to'g'risi men jondan o'tgan uchun gapiryapman-da. Men bolalarimizni o'qityapmiz. Alsiga beramiz, boshqa beramiz, 1 million, 1,5 million. To'g'risi erkakning zimmasida oilani boqish, lekin gardandagi mas'uliyat og'irlashib ketyapti. To'g'risi xalqning irodasi sinayapti-da. Endi gapni qisqasini aytsam, xalqning irodasi sinayapti. Bu yoq kommunalda, bu yoq ko'chada radar, kamera, boshqa, yana boshqa narsa.